Bugun oyijonimning qo'llaridan o'choqda osh, to'g'rimi oyijon? To'ppa-to'g'ri. Men bo'lsa oyijonimlarga qarashib, hamma kelinlarni qiynaydigan savollarga javob olaman. Oyijon, 17 yil oldin sizga kelin bo'lgan bo'lsam, hamma narsani menga o'rgatdingiz. Qanaqa kelinlar qaynanalarga yoqadi? Qaynanalarga xo'p bo'ladi degan kelinlar yoqadi. Zilolaxon olib keling dumbani. Xo'p bo'ladi oyijon. Oyijon, qaynana kelin ahil yashash uchun nima qilish kerak? Uning uchun bir yoq ko'zingiz ko'r, bir yoq quloqingiz qarroq bo'lishi kerak. Dumbamizni eritib mana go'zalarimiz tayyor bo'ldi. Ko'tarib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Oyijon, sizni ham qiynab yubordim savollar bilan. Qaynanalarni rozi qilish uchun kelinlar nima qilish kerak? Qaynonani roziligi uchun emas, Allohga rizoligi uchun ish qilinadi bolajonim. Aslida qaynonalarga ko'p narsa kerak emas. Sizni kursingizda o'qib, shirin-shirin ovqatlar qilib berishsa, shuni o'zi yetadi.